Mahallalarda xavfsiz muhitni shakllantirish hamda jamoat xavfsizligini samarali ta'minlash bo'yicha poytaxt namunasi mamlakatimiz hududlarida joriy qilinmoqda. 4 yo'nalish uyushgan jinoyatchilik, narkojinoyatlar, kiberjinoyatchilik va yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish bo'yicha tizimli chora-tadbirlar olib borilyapti. Hamkasbimiz bu borada Chirchiq shahrida qilinayotgan ishlarni o'rgandi. Har qanday huquqbuzarlikning oldini olishda asosiy bo'g'in mahalla hisoblanadi. Chirchiq shahrida xavfsiz muhitni ta'minlashda ham shu jihatga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, shahardagi kriminogen vaziyati og'ir bo'lgan 7 ta mahalla ajratib olinib, ko'chalar va xonadonlarda o'rganishlar olib borildi. Jinoyat sodir etish ehtimoli yuqori bo'lgan toifalar shakllantirilib, yo'l xaritalari ishlab chiqildi. 3 bosqichli patrullik yo'nalishlari joriy etildi. Tajriba asosida mahalla jamoatchilik vakillaridan iborat fidokor yoshlar guruhlari tashkil etildi. Bu tadbirlar natijasida o'tgan yilgi 2 oyligida agar taqqoslaydigan bo'lsak, bu yilga 2 oy mobaynida jinoyatchilik o'sishiga yo'l qo'yilmadi. Shaharda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash maqsadida nazorat reyd tadbirlari olib borilmoqda. Tungi vaqtda 5 nafar 17-22 yosh oralig'idagi shaxslar avtomashinalarda harakatlanib, qo'pol qoidabuzarliklarni sodir etgani aniqlangan. Bu yetmaganidek, ular ushbu holatlarni tasvirga olib, ijtimoiy tarmoqlarga joylagan. Mas'ullar tomonidan holat ishtirokchilariga tegishli tartibda chora ko'rildi. 2004-yilda tug'ilganman. Chirchiq shahrida yashayman. Internetda tarqalib ketgan videodagi Delfinrang Nexus'chi men haydaganman. Qilgan ishimdan pushaymonman. Bu holatlar boshqa takrorlanmaydi. Hammadan uzr so'rayman. Men 2003-yil 12-dekabrda tug'ilganman. Chirchiq shahrida turaman. Nexus haydovchisiman. Og'aynilarimga aylanamiz deb chaqirishdi. Yo'l harakati qoidalariga to'g'ri kelmagan manyovrlar qildik. Uzr so'rayman. Bu ishim boshqa qaytarilmaydi. Ma'lum bo'lishicha, qoidabuzarlikni sodir etganlarning biri hali voyaga yetmagan 11-sinf o'quvchisi. Yana boshqasi esa 18 yoshga to'lgan bo'lsa-da, haydovchilik guvohnomasiga ega emas. U muntazam ravishda yo'l harakati qoidalarini qasddan buzib, bu holatlarni internet va ijtimoiy tarmoqlarda tarqatib kelgan. 17 yoshli o'quvchining otasiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan bo'lsa, ijtimoiy tarmoq yulduzining avtomobili vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirilgan. To'plangan hujjatlar transport vositalarini boshqargan 4 nafar shaxsning harakatlariga huquqiy baho berish uchun sud organlariga yuborildi. Chirchiqliklar, yaxshimisizlar? Mana bugun bizda sxodka. Va Chirchiq, Xs Chirchiq и Uber. 17 yoshdaman. Tarqalgan videoda men gapirib chiqqanman. Qilgan ishim noto'g'ri, boshqalarga ham tavsiya qilmayman. Yoshim 18 da. Haydovchilik guvohnomasiga ega emasman. U video tasvirlarning hammasini o'zim qilganman. Bu ishimdan pushaymonman. Agar bu ishlarni qilmoqchi bo'lsangiz, shu meni holatimni ko'rib, qilmasligingizni maslahat beraman. Yuqoridagi kabi huquqbuzarliklarga barham berish, yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida profilaktik tadbirlar muntazam amalga oshirilmoqda. Xususan, joylarda maxsus yo'l belgilari o'rnatilib, ta'lim muassasalari atrofida nazorat tadbirlari o'tkazilyapti. Qizil toifaga kiritilgan mahallalarda sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalarini sabablari, keltirib chiqayotgan oqibatlar to'liq o'rganib chiqildi. Joylarga ogohlantiruvchi yo'l belgilari o'rnatilmoqda. Avtomobil yo'l yoqasida joylashgan maktablarga yo'l patrul xizmati inspektorlari biriktirilgan. Ular har kuni ertalab maktabga kelish vaqtlarida o'quvchilarning harakat xavfsizligini ta'minlaydi. Chirchiq shahrining o'zida 3 ta maktablar oldida baland piyodalar o'tish joyi tashkil qilindi. 2 ta maktabimizga ko'chma svetoforlar va 4 ta maktablarda svetofor qurilmalari o'rnatilib ishga tushirib berildi. Ushbu amalga oshirilgan ishlar natijasida Chirchiq shahrida o'tgan 2 oy mobaynida bolalar ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'lmadi. Yoshlar orasida jinoyatchilik va giyohvandlikning oldini olish borasida ham vazifalar belgilangan bo'lib, shahardagi maktablarda o'quvchilar bilan muloqotlar olib borilyapti. Huquq-tartibot organlari, inspektor psixologimiz bilan, mahalla faollari bilan jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Oila maktab ta'lim muassasasi hamkorligi yo'lga qo'yilgan. Maktabimizda xavfsiz muhitni ta'minlash maqsadida sinfxonalarga, hamma joylarga nazorat kameralari o'rnatilgan. Jinoyatchilikka qarshi kurashish va xavfsizlikni ta'minlashda zamonaviy texnologiyalardan keng foydalanish muhim o'ringa ega. Shu bois ijtimoiy soha obyektlari, ko'p qavatli uylar, bozorlar, avtoturargoh hamda ko'ngil ochar maskanlarda kuzatuv kameralari, tashvish tugmalari o'rnatilmoqda. Chirchiq dehqon bozorida 2026-yil davomida umuman jinoyat sodir etilmadi. Chirchiq dehqon bozorini raqamlashtirish kameralari bilan jihozlangan. Hozirgi kunda 20 ga yaqin situatsion markazlarga, ya'ni Toshkent
Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasiga yuzdan tanib oluvchi kameralar, ikkita PTZ ya'ni yo'l harakati qoida buzarliklari uchun jarimalar tuzuvchi kameralar o'rnatilgan. 10 ga yaqin tashvish tugmalari o'rnatilgan bo'lib, yordamchi kuch kerak bo'lgan vaqtida bosilganda qo'riqlash xizmati xodimlari yetib kelishadi. Probatsiya hisobida turgan shaxslarning jinoyat ko'chasiga qaytib kirib qolishining oldini olish bo'yicha ham tizimli ishlar yo'lga qo'yilyapti. Nur mahallasida tashkil etilgan sayyor qabulda fuqarolar bilan yakka tartibda suhbatlar olib borildi. Ularning muammolari o'rganilib, bandligini ta'minlashga e'tibor qaratildi. Shu kunning o'zida sayyor sud o'tkazilib, probatsiya nazoratidagilarning ishlari ko'rildi. Nur mahallasi 3 yildan beri qizil toifadagi mahalla hisoblanadi. Dehqon bozorimizga yaqin mahalla. Bitta narsa aniq bo'ldiki, 4,5 mingga yaqin aholi istiqomat qilsa, qatlov natijasida 50 nafar jinoyat qilishga moyil yoshlar orasidan huquqbuzarlarni ajratib olib, ular bilan maqsadli va muntazam ishlab olib boryapmiz. Fuqarolarni eshitib, ular bilan yakka tartibda ishlasang, albatta masalalarni yechimini topsa bo'ladi. Sudga taqdim qilingan Chirchiq shahar ichki ishlar organlari probatsiya bo'limining 10 nafar mahkumni muddatdan ilgari shartli ozod qilish to'g'risidagi taqdimnomalari ko'rib chiqildi hamda bu taqdimnomalar qanoatlantirilib, mahkumlar muddatdan ilgari shartli ravishda ozod qilindi. Chirchiq shahridagi qizil toifadagi mahallalarni namunali hududga aylantirish bo'yicha muntazam tadbirlar olib borilyapti.